Assalomu alaykum. Sanoqli kunlardan keyin FIFA kunlari boshlanadi va klubdagi futbolchilar terma jamoalari ixtiyoriga qo'shiladi. O'z navbatida O'zbekiston milliy terma jamoasi ham 17-mart kuni navbatdagi o'quv yig'in mashg'ulotlariga kirishadi. Ma'lumki, bosh jamoamiz Jahon chempionati 2026 saralash bosqichi doirasida 20-mart kuni Qirg'iz Respublikasini qabul qiladi. 25-mart esa Eronga qarshi safarda uchrashuv o'tkazadi. Juda muhim va jahon chempionatiga chiqish uchun katta qadam tashlanadigan o'yinlar sizu bizni kutmoqda. Srechko Katanes o'rniga tayinlangan bosh murabbiy Timur Kapadze yig'inga jalb etilgan futbolchilarning ro'yxati e'lon qilindi. Ushbu ro'yxat Katanesnikidan qariyb farqli emas. Demak, ular bilan tanishamiz. Darvozabonlar: O'tkir Yusupov, Fulat Eron, Abduvohid Ne'matov, Nasaf Qarshi, Botiral Ergashev, Neftchi Farg'ona. Himoyachilar: Abdulla Abdullayev, Paxtakor, Hojiakbar Alijonov, Paxtakor, Husniddin Aliqulov, Rizespor, Turkiya, Rustam Ashurmatov, Rubin, Rossiya, Umar Eshmurodov, Nasaf, Qarshi, Abduqodir Husanov, Manchester City, Angliya, Farruh Sayfiyev, Neftchi Farg'ona, Dilshod Komilov, Qizilqum, Sherzod Nasrullayev, Nasaf, Ibrohim Halil Yo'ldoshev, Neftchi, Zafar Murod Abdurahmatov, Nasaf. Yarim himoyachilar: Odil Hamrabekov, Bunyodkor, Abbos Fayzullayev, CSKA Rossiya, Jamshid Iskandarov, Neftchi, Jaloliddin Masharipov, Istiqlol Eron, Oston O'runov, Persepolis Eron, Otabek Shukurov, Al-Feyha Saudiya Arabistoni, Abdurauf Bo'riyev, Paxtakor, Akmal Mazgavoy, Nasaf, Ruslan Jiyanov, Navbahor. Hujumda Eldor Shomurodov, Roma, Bobur Abduxoliqov, Sumqayt, Ozarbayjon. Jalb qilinganlarning 10 nafari xorijiy chempionatlarda ishtirok etuvchi legionerlar. Mahalliy chempionatdan Nasafdan 5 nafar, Neftchidan 4 nafar, Paxtakordan 3 nafar, Bunyodkor, Navbahor va Qizilqumdan 1 nafar futbolchi yig'inga chaqirilgan. Sivasspor yarim himoyachisi Azizbek Turg'unboyev jarohati sabab tarkibga jalb qilinmagan. Umuman olganda, Timur Kapadzening futbolchilari Katanesnikidan katta farq qilmaydi, balki u jamoa sifatida bir-birini yaxshi tushunib olgan futbolchilarni o'zgartirishni istamagandir. Buni tushunsa bo'ladi. Qolaversa, sog'ligi tufayli muhim pallada terma jamoani tark etgan Katanets o'rniga kelish juda qaltis va tavakkal qaror edi. Agar Xudo ko'rsatmasin muvaffaqiyatsizlik uchrasa, tanqidu ta'na dashnomlar yomg'ir ostida qoladi. Buning aksi bo'lsa, millat qahramoniga aylanadi. Timur Kapadzening nomi O'zbekistonni Olimpiada va Jahon chempionatiga olib chiqqan ilk o'zbek murabbiy sifatida tarix kitobiga zarhal harflar bilan bitiladi. Boshqa tomondan, Yevropada nom qozongan Shomurodov, Husanov, Fayzullayev singari futbolchilari bor O'zbekiston Jahon chempionatiga chiqishga bu gal har qachongidan-da munosib. Aziz kuzatuvchilar, siz bu o'yinlardan qanday natija kutyapsiz? O'zbekiston 2 o'yindan necha ochko qo'lga kiritadi? Taxminlaringiz va boshqa fikrlaringizni video ostida qoldirishni unutmang.